Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Biz bismillah deb Fransiyaga kirib keldik, ya'ni yallamaga. Yallamada ahvol mana shunaqa. Bahor, yomg'ir, o'sha ko'kalam o'tlar ko'karib. Xullas, yanvar 17-si Fransiya bahor. -10 gradus. Yani shunaqa ahvol Fransiya. Yevropa turfa olamlarga boyda, bular tabiatga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bir joylari qish, bir joylari bahor, mana shunaqa bo'ladi. Hozir Yevropaning ba'zi bir joylarida qor urgan, sovuq, -4-5, yer muzlama, mana shunaqa. Fransiyani endi tabiati baribir go'zal. Fransiyani ham shunaqa tog'li hududlarda qor bor joylardan tushdik, juda go'zal. Endi asosiy Fransiyada mana shunaqa havo bo'ladi, azizlar. Pastlarga tushadigan bo'lsak, Menisavoy tomonlari bor. Limans degan tomonlari o'sha Menisavoy. O'sha tomonlari bu tomonlarda gullar ochilib turibdi hali. Shunaqangi bir issiq, yoqimli havo. Yoz kuni issiq bo'ladi, qish kuni ham qor yog'maydi. 10 gradus plus 12 gradus shunaqa bo'lib o'tadi. Hozir endi Xudo xolasa yana bir 150 kilometrdan keyin mashinani persepini uzib, alhamdulillahi robbil alamin, Kallegaga berib olamiz, uni pustoy persepini qabul qilib, Xudo xolasa bazaga kirib ketamiz va ba'zida mashinalarimizni balonlarni ag'ishtirib, remontlarni qilib, dushanba kunga Xudo xolasa tayyorlaymiz, yangi ish kuniga. Bu persepni yuki bilan Niderlandiyaga berib olamiz, olib ketsin. Biz kirmaymiz Niderlandiyaga, mashinani remont qilamiz. Inshaalloh, tabarakalloh. Bahor, jonlar sog'liqlar uchun boshlasizlar. Xush keldik yallamaga.